Klinch. Birinchi raund yakunlandi. Asrorjon Aslonovda ustunlik deb o'ylayapman. Boshlanmoqda. To'xtash kerak, to'xtash kerak. Yo'q, davom ettirdi referi. Voy! Yig'ishtirish kerak edi. Bunaqa boks-ku bu. Nega hisob ochildi hozir? Bo'ldi. Jang yakunlandi. Ochig'i, agar chida olmaydigan bo'lsa, yig'ishtirish kerak. Boksda chiqmasligi kerak, yaqinlashmasligi kerak. Tushunmadim hozir boya narigisi. Amir Mustafoyev bunaqa qildi. Endi bu hozir yana himoyasiz qolgan qismda yana zarba beryapti. Balkim nimadir degan bo'lishi mumkin, raqib bilmayman, lekin baribir hamma shuncha odam ko'rib turibdi. Teleekran qarshisida qancha inson ko'rib turibdi. Yaxshi ham Shohjahon Ergashev ishtirokidagi jang bor bu oqshom. Yaxshi ham zo'r jang bor. Takrorlab qana ko'ryapsiz. Shuncha kutganingizga arziydi. Hali ham nimadir bo'lyapti. Men tushunaman Asrorjon Aslonov. Hozir endi afsuslanyapti. Hozirgi harakatlari nega shunaqa qildim deyapti. Afsuslanyapti. Shuni ertaroq o'ylash kerak edi. Qanaqadir boshqacha narsa bo'lishi kerak edi. Lekin bitta oqshomning o'zida bir nechta noyob hodisa bo'lyapti. MMA'da qo'yinglar hozir. Qo'yish kerak MMA'da. Olib davom ettirish kerak. Masa kerak. Tushuntirmoqchi. Ikkinchi martasiga ham sportchilar qizishib ketdi-da. Shunchaki namuna bo'lib, xarakter bilan, tarbiya bilan ko'rsatish kerak edi. Арены. Знакомлю вас судейская